Allohdan so'rayman ya Alloh, otamga kuch bergin iltimos. Birgina istagim shu xolos, otamni asragin Allohim. Mayli men ko'rmayin otamni, yoniga bormayin otamni, lek sog'inganman otamni. Otamni asragin Allohim. Sovuqda qo'llari muzlab qolibdi, biz uchun sovg'a salomlar olibdi. Jussasi kichayib ancha tolibdi, otamni asragin Allohim. Eng ulug' so'zim bu otam, ojizman ko'zim shu otam. Tosh otmas dushmanlar boshimga, siz borsiz baxtimga otam. Eng ulug' so'zim bu otam, ojizman ko'zim shu otam. Tosh otmas dushmanlar boshimga, siz borsiz baxtimga otam. Dadamni juda ham yaxshi ko'rardim aka. Bilaman. O'tirish ustolarmi? Gazdan yoqish ustalari. Sal isinish olganlaringdan keyin tashqaridan xabar olib turish. Keldi-ketdi ham ko'p bo'lyapti. Aka, shoshmang. Fursat borida kelishib olaylik. Ertaga urush janjal qilib yurish niyatim yo'q. Xullas, dadam mashinasi endi menik. Qolganini o'zinglar kelishib olarsizlar. Hammasini o'ylab qo'yganman degan. Unda eshitib, mana bu joylarga ko'zlaringni olaytirishmi? Menga-ku mashina yetadi. Ukangizga nima deysiz? Marakalar o'tsin, uyni sotib, puldan bir qismini beraman. Yetadimi? Menga uy-joy kerak emas aka. Uy sizniki mayli. Mashina ham kerak emas, mashina sizniki, ana menikini ham oling aka. Faqat sizlardan iltimos. Onamni menga beringlar. Otamni berib qo'ydim. Onamni sizlarga berish niyatim yo'q.